3 yıllık aksiya 25 bin so'm bir dana bagima. Ona lap kesa beradi bozorda yurtdoshlar. Ko'ringlar bagimani. Zo'r yangilik bilan chiqibmiz. O'tirmasdan ko'rishlarni tavsiya etaman. Biza yana aldab chaqirish emas maqsadimiz. Biza haqiqat berish. Tushundim. Hem mantık kazan, hem kazan. İmbacını alasda, kazan ondan da işletesini. İmbacımız 4 milyon so'm-ku. Tamam. İmbacımız 2 milyon 700 bin so'm. Lekin sifatında Osman bilan yecha farkı var. Bu aytib turganlarimizni hem meşkisi 66'lı bo'ladi. Kırsan gitmiyor mu? 100% xalaqan vajit bilan kirgan. Bu vajni bilgan biladi bu Vilmax degan modelni. Ya bula bu. Bu yer bilan solishtirsalar biz narx navo bilan chiqamiz. Bu jakaning. Ne? 1 milyon 200 dan. 1 milyon 200 bin so'm. İşte bir tane mantık kazandı 20 kilo. Ya bula og'ir, ne oldu? İçinde ne Bu oldu ya? çizsin neşe üçe bak. Buna o kadar pişiriş için demir katın gerek ekan bize Robert. Aman. 4. dekabrdan 7. dekabrdan yana aytgan bagimalarni 3 kunlik etib aksiya etib qo'yding, to'g'rimi? Bugün Xudo xolasa bize Danyal Optimchi'nin magazinine girip geldik Xudo xolasa. Hammaga assalomu alaykum deb sizlarga kutilmagan yangiliklarni Xudo xolasa qo'yib beramiz. Qolaversa 4 dekabrdan 7 dekabrdan bo'lgan skidkalarni tushuntirib o'tamiz. 8 dekabr o'tsak, o'sha buning narxda ola olmaysizlar. To'g'rimi Danyal? Doğru. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bayağı yaxshimisiz? Assalomu alaykum Davlat YouTube kanalindagilar. Xudo xolasa sizlarga zo'r yangilik bilan chiqibmiz. O'tirmasdan ko'rishlarni tavsiya etaman. Yoqsa yana bir kommentariya yozib, bir like bosib, ko'rishlaringizni tavsiya etamiz. Xudo xolasa hech kimda realni aksiyani qo'yib beramiz. Hech kim qo'ymagan narxda bo'ladi Xudo xolasa. Bir qator Xudo xolasa sizlarni shu yo'l bilan tanishtirib chiqamiz. Başta sizlere menzillerni aytamiz. Şimdi kanalımıza günde abonechi kelgandan keyin yurtdoshlarimizni tushuntirib berishimiz kerak. Nerede joylashgan sizlarning magazin. Xullas, Urganch shaharda bu yon tarafdan kelsangizlar, Xalq banki bor, Urganch Dehqon bozor tarafdan kelasizlar. Beeline kompaniyaning yon boshida joylashgan bu Danyal Optimchi'ning do'konlari. Qolaversa, sizlarga yana aytganimdek 3 kunlik aksiya ko'ringlar bagimani. O'zi nabori 600 ming so'mdan sotiladi. 600 bin so'm. 600 bin so'mdan sotiladi nabor. Bagimalarni bedazı, shtuchni sotiladigan variantlari bor ekan. Sizlar uchun Xudo xolasa danasini 25 bin so'm. Ana 3 yillik aksiya 25 bin so'm bir dana bagima. Ona lap kesa beradi bozorda yurtdoshlar. Ko'ringlar bagimani. To'g'rimi? Bir danasi 25 bin so'm. Ana. Lekin şöyle bir aytib o'taylik. Ko'pchilik mijozlarimiz aytadi, klientlarimiz aytadi, borgandan keyin bo'ldi, bo'lmadi, baq aytadi. Agarda şöyle aytib o'tinglar, biz agarda yolg'on so'zlab xatolik qo'ygan bo'lsak, aytib o'tinglar sho'rindan. Lekin shu yerda 25 ming so'mdan soni cheklangan, u soni cheklangan ne vaqtdan bir dana, 2 danami? Kamida bir 100-150 dana. Bir xil svet emas, har xil svetindan bor, lekin buni sotib olayotgan mijozlarimizni video tafsira olib Instagramga joylaymiz. Bu haqiqatdan bo'lib turgani uchun biza yana aldab chaqirish emas maqsadimiz. Biza haqiqat berish. Tushundim. Shu haqiqatdan 25 bin so'mdan sotilganligini isbotlab berish uchun ekan. Berish uchun, avval. Tushunarli. Shu yerda. Har xil svetidan bor. Har xil sveti bor, xalagan sveti bor. Endi suv shirka desangizlar, bu ham tomonimizda suv shirkalar bor yana, har xil. Ko'raverasizlar. Suv shirkalar nechadan boshlanadi? 140 bin so'mdan boshlanadi. Bayağı garderoblarimizni turi dum ko'p. Garderobimiz ham 150 bin so'mdan boshlanadi. Bir xil garderob emas yana. Har xilisi bor bu yoshlarga. Bir xil, ikki xil yangi ne dedi? Bayağı addi misal iminni
dükkan tafsilotini tushuntirib bersam size. İş vajdan bir danasini ekkeledi. İşte bu vajni 100 ming so'm satasiz-ku. Buni sal prostoyni ekkeladidan baqa tushirjak bo'ladi. Bularni ekkamidi. Bizda unday emas. Klient keladi 150 ming so'm, 200 ming so'm, 300 ming so'm. Her kim yaqdayından chiqib kelib olaveradi. Utik doskalarimiz ham shunday. Utik doskalarimiz ham 160 ming so'mdan boshlanadi, ta 350 ming so'mgacha boradi. İşte gold değerleri 180 ming so'm, 190 ming so'm chiqadi. Bu sushilka nechasundan bor? Sushilka buni bo'ladi. Gardırop. İşte gardıropni bir ko'rsatib o'ting aka. 250 ming so'm. Lekin buni tenda deljaki, ba'zi deljakini olib qo'yibmiz buni. Deljak qistirladidan men tenda. İşte vaj aka ko'rsatib o'tingmi 250 ming so'm. İşte vaj 250 ming so'm. Endi bunda boynang. Bam gardırop 200 ming so'm inang. Birli bor. Ikkilimi ya? Birli. Bunda bor 150 ming so'm. Bu vajda ishini naqa eng kichikini ekkaladi. Addi misal bu 150 ming so'm-ku. Buni ekkaladidan 150 ming so'm deydi. Lekin bizda bu vaj 130 ming so'm, 140 ming so'm chiqadi. Unitazda qo'yiladigan chiqsimdan bular. Unitazda qo'yiladigan 100 ming so'm aytib beramiz aqa. Mantiq qazonlarni ko'ringlar. Har xil qazonlar bor yurtda. Mantiq qazonlarga turi dum ko'p buni. Necha so'mdan? Berat chiqmin durganlar ham bor. Mantiq qazonlar 350 ming so'mdan boshlanadi. Keyin bu vajga qarang. Hem mantiq qazon, hem qazon. Bu vajni alasizda qazon o'rnida ishlatasiz seni. Aha. İnin. Necha so'mdan koyasiz? İnin. Buna mantiq qazon. Necha so'mdan bor bu? 650 ming so'm. Aha. 650 ming so'm, 700 ming so'm, ish qilib 350 ming so'mdan boshlanib ketadi aqa. Yusuf boya bizda qazon naborlar 1 million 200 ming so'mdan. Zo'ri, eng zo'ri. Lekin 700 ming so'm ham bor. O'zimdan ravo ko'rmayapman, birov ham ravo ko'rinma. Lekin men akka ko'p emas. Sebep bu vaj bilan buni sifatini solishtirish. Yo'q, yaqaddas 600 ming so'm berib ketaversalar. Avam, bemalol ining. Ikki xilasi bor. 5 dona nabor bo'ladi buning ichida. Aha. Lekin bu vajlarga chisti originali 1 million 200 ming so'm nabori. 5 dona vaj bo'ladi. Bemalol kelib olaversinlar. Bular necha so'mdan bular? 1 million 200 ming so'm shu vajlarga. Bular ham ha? Hamma ishkisi. Endi vajlarimiz bo'yining. Ining. Bu vaj 450 ming so'm chiqadi. Chisti originali bu. Sirchalı. Sirchalı vaj. Xolodilnikka qo'ysa zo'r vajdan baqa. Ovqat ishlanmaydi, boshqa ish etmaydi, salat palat solib xolodilnikka dik qo'yaveradi. Sushilkalarimiz bo'yining. Addi misol sushilkamiz 80 ming so'm. Ish vajda bir ko'rsatib bersak bo'ladimi aqa? Bo'ladi. Qarang. Bu vaj 400 ming so'mdan ish vaj. Aha. Ining. 400 ming so'mmi? 400 ming so'm. Lekin anaunda 80 ming so'm. Shuning uchun aqa aytibman-ku, sifatli vaj ekkanamiz, yaxshi vaj ekkab beramiz xalqimizga. Bo'ldi, tamam. Mesela yürü indi içine bir dükkana mı girip dükkanda görüp çıkalım indi. Bo'ldi, dükkan bilan tanishtiramiz endi. Keling. Başla. Shunda turib, nabordan boshlasak qarang. Ining. Imbajimiz 4 million so'm-ku. Tamam. Imbajimiz 2 million 700 ming so'm ining. Lekin sifatida osmon bilan yercha farqi bor. Bu vaj chisti originali. Birdan qimmatini boshlab berdik. Endi eshikdan kirganida shu vajdan boshlab berdik-da. Naborlarimiz 850 ming so'mdan boshlanib 5,5 million so'mgacha bor. 850 ming so'mlik deganimizdan bir ko'rsatib o'talar. Aha. Bunda bo'ladi, qarang. Bir vajini inobatga olishlarini so'rayman. Video davomida bir qisqaning ko'rishlaringizni tavsiya etamiz. Bizda 850 ming so'm degan vaqtimizda 54 dona vaj bo'lmaydi. 66 dona vaj bo'ladi. Endi bu vajindan 6 dona bo'ladi. İşte blütasından 6 dona bo'ladi. Buni qirib ko'rsatib beramiz. Bemalol qirib ishlatsa bo'ladi bu vajni. Qirchilmaydi, boshqa ish etmaydi. Keyin agarda 1+1 degan vajimiz bo'ladigan bo'lsa, Yusuf boya. Endi bu vaj bizlarga yarashmaydi 1+1 degani. Tamam. Bu vajda ne degan? 1 million 360 ming so'm, 1 million 400 ming so'm, 1 million 600 ming so'm bu vajlarni qo'shib beraman dedilar. Gelsinler 550 ming so'm oddiy misol. Bu vajimiz 550 ming so'm. Shuni yana bir ko'rsatib o'tamiz. Qarang. 550 ming-ku. Tamam. Bu vaj 450 ming so'm. Aha. Doğrumu? 550'ye 450 qo'shing. 1 million bo'ldimi? 1 million so'mga 2 dona non idishni qo'shing.
25 bin so'm, 50 bin so'm, 1 milyon 50 bin so'm bo'ldi. Pichonlitsa 30 bin so'mdan. 2 dona qo'shim. 1 milyon 110 bin so'm bo'ldimi? Shunchaki nimajda qo'shib beraman dedi, 1 milyon 400 bin so'm dedi. Doğrumu? 1 milyon 400 bin so'm içinde indi siz qarang. Necha so'm pul 30 turibdi? Pul 30 ekan. 1 milyon 400 bin so'm pulning ichida 30 turibmi? Lekin bizda shu uchun aldab bermaymiz. 66'lısını bemalol gelip 850 bin so'mdan xarid etsinlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xil guli bor. 850 bin so'm 66'lısı. Shuna minobat asıllar keyin. Nodid ağa yana bir vajda tushuntirib berali. Bu ikisini bir xil vajga o'xshatadilar. Bu yerda ot bilan eshakning farqi bor. Video davomida ko'rsatib o'ting. Bu vaj. Xalosalar buni modelini aytib o'taman. İkisi bir vaj-ku. Bemalol kelib 650 bin so'mdan xarid etsinlar. Bunga qarasin, no vaj. Bunga qarasin. Bu 1 milyon so'mlik vaj bu. Buni bilgan biladi. Bu Vilmax degan model bu. Vilmax. Shuni ham qarasinlar. Lekin ikisi bir vaj. O'zi Dursundan aytib tutdi-ku novajlikini. Vajni o'zi aytib tutdi. Buni qish aytib turishini qarang, buni tekiz turishini qarang. Lekin bu vajni 1 milyon so'm aytib beramiz. Chisti originali. Poddelkasini ekkab sotilmas ağa. Fakat klientga tushuntirib berish bizning vazifamiz. Har kim yog'daydan gap olaveradi. Keyin Yusuf boya ish vajlarini qo'ysak keyin. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xil vajimiz 1 milyon so'mga tushib tutdi. Keyin bu vajlarimiz boğa. 1 milyon 50 bin so'mdan. Bunda 1, 2, ne qarang. 1, 2, 3, 4, 5. Qara kapar görsat. 5 vaj. 1 milyon 50 bin so'm bo'lib tutdi. Bu vajlarimiz boğa yine. İş vajlardan bir video davomida olib o'ting ağa. Bu aytib turganlarimizni hammasi 66'lı bo'ladi. Kırsan gitdingmi? 100% xalagan vajisi bilan kiring ağa. Bu vajni bilgan biladi, bu Vilmax degan modelni. Bu Vilmax degan firma, любой firmada eldan turadi o vaj bu. Vilmax'ni eldan chiqadigan model yo'q ağa. Xalagan firmasini kirib ko'rsatib beraman. Emin qo'shalalarni bularni. Bu 3 milyon 800 bin so'm tuttu. Bu 6,5 7,5 10,5. 6-7 bilan bo'lsa 3 milyon 400 olani. Ağa bizlarga yanımıza gelse indi men bir bilan yamanlanma. Addi misal 1,5 santim uchun shunchaki pul o'ynab ketadidan bular. Ki ish vajdan aytib o'tali ana qo'ldan sotib turibdi. Nega og'ir bu? 3 milyon so'm ağa. Ne bo'la bu? Bu yer bilan solishtirsalar biz narx navo bilan chiqamiz. Bizlar o ya kuri bu toza geldi bu modelimiz deb o'timiz. Modeller bilan aytib o'taling. Video olib o'ting. Karolina vaji. Bu İtalya mı bu? İtalya. Devlet tuğdan geldim dese 1 milyon 400 bin so'm. Devlet tuğdan geldim dese, lekin 1 milyon 600 bin so'm aytiladi. Bir tanesi aytsa 1 milyon 400 bin so'm. Buna ne? Bana 3 milyon so'm aytib beramiz. Bitadon yeri mi bu? Aman bitadon yeri. İyi boyayacağım şimdi. Yine 1 milyon 400 bin so'm yine. Buna video alın. Boyayacağım 1 milyon. Ağa chisti originalı bu. Bunu poddelkasini ekkak koyup yana bakasını tushib turganim yo'q. Keyin iyi boyayacak qarang ne. 1 milyon 100 bin so'm. Keyin shuni ko'rsatdim, bunda bor. 1 milyon 200 bin so'm. Yine. Boyayacak qarang. Yine. 1 milyon 200'den. 1 milyon 200 bin so'm. Arka yaşımız bakar 1 milyon 600 bin so'm. Yukarıdaki durganlar da yukarıdakiler. 1 milyon so'm ular. 1 milyonlar yukarıdakiler. Bular ne iyi bular? 1 milyon 600 bin so'm. İş vajdan yankını akı bağa. Yankı yo'dadi-ku. Bu akı. Yine. Bu vajdan 1 milyon so'm. Bu chistili bağa. Neçeden acaba bularning? 12 dana. Hammasinden. Hammasinden 8 chaqi, 2 shkolat, 2 meva bo'ladi. Общий 12 nabor bo'ladi. Bemalol hammasini video qilib o'tsangiz bo'ladi. Keyin shu kurik qimmatlarini qayt ketdingizlar demas ağa. Bunda endi video davomida ko'rsan ham ekan. Bunda bağa. Qarang. Ne qarang. Bu vajimiz 700 bin so'm. Bu vajimiz 950 bin so'm. Farkı. Farkını görün. Açık sivit ekan ha? Yo, açıkından ham boshqa. Buni oyoqi zangliydi. Qarayadi. Buniki qaraymidi. Mana shuni yoshlarga minobat asıllar. Bu neden biledi ağa yurttaşlar qarayamasligini? Endi u o'zi qo'lini tutgandan ma'lum beradi u vaj. Qo'lini tutganni. Yine yankı bu ağa 650 bin so'mlik dedik-ku. Ama Yine ish vajni oyoqi yankı. Xuddi ishini oyoqi. Lekin buni bemalol kelib 550 bin so'mdan xarid etsinlar.
Bu vej bilen bu vejle salıştırmasınlar. Bu Wilmax yani çisti orijinal vejde. Ayakını almaştırıp bu vejlerimiz baka. Dıl kalleşinden libo adam biledi bunu. 600 bin son. bilen. Yine hem şimdi video devamında alayım görsetin 600 bin son. Yine bu veje gelseler. Bu vejimiz artarak çıkanı. Bu vej 500 bin son etip veremiz. İçinden ne var bu? Keyin 12 tane. Iman daha 350 bin sonluk kan baba gimanı. Yok ay. Yine 350 bin son baba 12 ştuk. Yine. 350 keyin 450 kan ba. Hayır, 450 bin son. Yine. Bu bize de ağa gösterip ber tutmuş ku. Bu satış için yankı addi misal bu 350 bin sondan koygandan keyin yok kamat demiz. Bu 350 bin son satış için kek koymuş. Bu 450 bin son mınam satış için. 500 bin son 600 bin son halaganından ba. Geledi bir mal alıp gel. Kalite işler mümkün. Bu 1 milyon 900 bin. Bu eşlağa 600-700 bin sonluk var anbayımında. Lekin bu eşla başka eşla ucu. Bu çisti naklinke bu. Bunu bilgen biledi ucu. Kolana tutkanla inin. Addi misal ya yaş balla fantik yapıştıradı ku. İnen ucu. İnen koparılıp turş. Şimdi bel bir 600-700 bin son pul төлenden ki yakşı yaş işletesi geledi ku adam mı? Lusçu bunu 700 ağanın 600'e bunu alıp işletkeni yakşı. Yine yengelikçilere yurttaşlara. Hem öyle Şu vecem bilip 600 bin son. bırakırsa. Şu vecem 600 bin son etip veremiz. Neçik? Yengelikler. Mantı kazanayım da. Bu hocam şunun diyor. Yankı köçede görsettik ku. Ama Bana bir tane götek göreyim. yok ben ağır kütaş mümkün емес. Ağır olsa gerekmiyor. Yok ağır. Ağır Bana mı? bir tanesi 20 kilodan ziyad. İşte bir tane mantı kazanıyor 20 kilodan Ne böyle ziyad. ağır o? Ne oldu? İçinde ne Bu var çiftliğin ya? nece ülke bak. Bu? Neçe son bu? Bu 2,5 milyon çıkadı ağa. Bu çiftliğin nece ülke. Teyinde avukat pişirse oladı. Yok ya. Aa. Konkrete geldi ki o. Bu çiftliğine de ikisi 1 milyon 800 çıkadı. Buna okat pişiriş için demir katın gerekir. Değil mi bize Robert? Aman. Tapsa oladı. Yemin yojlarım bak. Bu neler anmadı? Aman. Yine işini niye piştireceğim sen bak. Keyin yemin duzdallarımızı görsetip ötse. Duzdallarımızın narkını eşitip ok desel oldu. Haydi. 250 bin somağa. Bula. Emcifer kaşkımızı görsetip öteli. Matüyüsüne emmeşkisi ya. Vakim etip ötedi. 380 bin somdan. Bir mal al gelselerden 300 bin somdan kayıt etsinler. İçen aracı başında? 36. Bu yine magnete yapışmıydı onu. Bu çisti orijinal. Magnet dese ama magnet dese magnete mi yapıştık gözetemiz. Ne oldu tamam. Çisti orijinal. Duzdallarımız köp. Padnoslarımız var. Ne oldu? Chopper, utik, tifal, termos yine. Termoslarının türü ne karanlığa. Termoslarımızdan birini aytamız desek bir gün vaktimiz yetmedi. Bo'ldi. Xullas, yurtdoshlar savollar bo'lsa ekranda telefon nomerlarini qoldiraman. Ana kelaverasizlar endi bu yoqda. Xudo xolasa sizlar shu 4 dekabrdan 7 dekabrdan yana aytgan bagemalarni 3 kunlik etib aksiya etib qo'yding, to'g'rimi? Doğru. Asasan rahmat Jo'ra. Rahmat. Sağ ol. Sağ ol. Selamat ol. Videomizni yakunlaymiz. Tamam bo'ldi.